14-fevral buyuk sarkarda shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun. Bobur 1483-yil 14-fevral kuni Andijonda tug'ilgan. U nafaqat buyuk imperiya asoschisi, balki shaharsozlik va infratuzilma rivojiga katta hissa qo'shgan siymo edi. Boburiylar davrida yo'llar, ko'priklar va savdo yo'nalishlari kengaydi. 1526-yil Boburiylar saltanatiga asos solindi. 1526-yil Panipat jangidan so'ng Bobur Hindistonda Boburiylar davlatiga asos solgan. Boburnoma asarida u shaharlar, yo'llar, tabiat va hududlar haqida aniq tasvirlar qoldirgan. Bu geografiya va infratuzilma haqidagi qimmatli manbadir. Boburnoma o'z davrining muhim tarixiy geografik asari hisoblanadi. Bugun Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot instituti zamonaviy yo'llar, xavfsiz infratuzilma va innovatsion texnologiyalar orqali taraqqiyot yo'lini davom ettirmoqda. Bobur bunyodkorlik ruhini boshlab bergan edi. Biz esa uni ilm va zamonaviy texnologiya bilan davom ettiramiz. 14-fevral buyuk shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kun.